Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Akalar, xudo xolasa bugungi videoni udara bo'ladi. Erinmasdan oxirigacha ko'rib tursalar, xudo xolasa mana Qirg'izistonda yosh bo'g'ozlar muhim naqdlaridan, yaxshilardan yetib kelibdi akalar. Bugun hafta kunimizga chorshanba 2025-yil 26-noyabr. Biz syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha arzonchilar, optimchilar qishlar Tepaqo'rg'onda syomka qilyapmiz. Qo'ylarni qaranglar, o'z qonunlari ham bilinib, haqiqiy hammasi o'sha yosh bo'g'izlardan akalar muhim. Biz Shurajon akam xonadonidan Shurajon aka, sog'inizmi aka? Charchamay. Rahmat, sog'inizmi? Qo'yni zo'rlardan keldim. Ona bola bor, zotga so'raganlarga bo'g'ozlar zo'rlardan kelgan. Xudo xolasa necha parta chiqadi bugunga? 4 parta qo'yimiz bor. Oxirigacha erinmay ko'rishsin. Haqiqiy zotga zo'r. Narxi ham yo'lida bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa akalar, videoni oxirigacha ko'rib turibsizlar. Erinmanglar akalar, muhimi birinchi ikkinchi chiqaringa, xudo xolasa akalar, video yoqqan bo'lsa, maksimal darajada qo'llab-quvvatlab turish uchun like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa narxlarni chiroyli qilib sizlar obunachilarimizga yetkazamiz. Nimagaki, birinchi qo'l, arzon, muhimi ishonchli, xona tozalaridan mana ko'ringlar, yunglari ham tozaladi mana, hammasini yuzlari o'ta ham tiniq variantidan yaxshilab. Shu yerga birinchi partiyamiz nechta dona endi? 11 ta Rustamjon. 11 dona, hammasi bo'g'oz a? 100% bizga bo'g'oz deb bergan, endi boshqa qo'ylar o'zi qochmagan qo'y qolmadi. Bo'g'oz bo'ldi. O'zi qochmagan qo'y, o'zi ham qolmagan bo'lsa kerak. Nimaga o'zi qo'ylar o'zi tug'ishni ham boshladi-da. Ularda yedishtirib so'ramasak ham bo'lardi. Yaxshi, hammasi muammosi yo'q ekan mana. Akalar qo'ylar o'ynab, kulib turibdi. Narxi arzon bo'ladi. Narxi arzon mana. Quyruqlari hammasiniki ochiq, stakan tuyoq, hammasi zorlardan mana qirg'iz balog'i turibdi, hammasi. Agar shu baldoqni o'zi akalar 1 million 200 ming dollar hozir 1 million 200 ayna qo'yaptimi? 100 dollar degan so'z shu baldog'ini o'zi shu sariq baldoq deyilyapti. Mana hammasida mana sirg'alari bilan turibdi. Ana shu narsani o'zi 100 dollar akalar hozirgi momentda bemalol akalar chiroyli qilib narxlari ham zo'r bo'ladi yo'lida. Buni yosh qo'ylar. Yosh narsalar mana akalar bemalol kelib ko'raman desa lakasani tashab berasiz. Bemalol akalar tashab beradilar. Kelib ko'rib mana xotirjam kelaverasizlar mana. Hammasini dumbalar, quyruqlar, hammasini ochiq. Bemalol mana qo'ylarni sog'lomligi ham har tomonlama, har jihatdan akalar, har tomonlama zo'r narsalar ekan. Nimaga yuzlari tiniq, burunlari umuman oqmagan. Shu yerga bittasin deb yoshlarni ham ko'rsatib, obunachilarimizga nima qilib ko'rsatib qo'yaylik bo'ladi. Qo'ylar o'ta charchagan, haqiqiy charchovi chiqib, qo'ylarni ham zo'r nima bo'lib qolibdi mana. Bemalol kelib, mana akalar 4 kishi endi chiqibdi. 4 kishi endi chiqyapti. Endi chiqyapti ekan mana. Hammasi xudo xolasa. Mana bunisini ham ko'rsataylik. Mana, bemalol mana. Hammasi yosh beylar. Yosh, olmos bo'lib turibdi tishlari ham, hammasi. 2 dan 4 kishi o'tyapti. 2 dan 4 kishi endi o'tyapti ekan mana. Hammasi akalar birinchi, ikkinchi qoringa asosan mana. Mana akalar maksimal o'g'lan ham yilini o'ta ham bilinib haqiqiy yilini osini o'zi yangilik olmasdan tug'ib beradiganlar ham bor ekan. Xudo xolasa baraka topadigan narsalar mana. Yunglari simjun, tozalaridan. Hop, shu yerga buni maqtaganimiz bilan buni narxda eng muhimi. Bu maqtaganimiz bilan molga aylanib qolmaydi. O'zi qo'yligicha qoladi. Narx hamma ish muammosida. Bu narxini gapiring endi shu yerga. Qo'y ko'p. Bo'ladigan aytaman. Bo'ladigan o'zi qisqa lo'nda. 4 million 900 ming so'mdan eng oxirgi narxni olib beramiz. Telefon qilishsin. Dastlabki qayergacha bo'ladi? Dastlabki Toshkentgacha. Toshkentgacha kelishamiz. Kelishilgan holda qilib berasiz. Hamma viloyatlarga bor-a? Hamma viloyatlarga bor. Hamma viloyatlarga bor, mana akalar, bemalol ushlaganingiz o'zi olmasa bo'lyapti. Xo'p. Misol shu yerda bitta gapda, vodiydan misol uchun o'zimiz Andijon, Farg'ona, Qo'qondan kelib turib, uka, mana qo'ying 10 bitasi menga yoqdi, chiroyli qilib o't berasan desa o't berasiz. Telefon qilishaversin. Telefon qilaveradilar. Ish bitadi. Akalar bemalol telefon qilasizlar, talashib, tortishib, savdolashib olaverasizlar. Bemalol narxlari yo'lida bo'lyapti, chiroyli narxlarda. Ular kelib, ko'rib, lakasani tashib beradi. Yo'qsa biz akalar keyingi partiyalarimizni olib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Nagalar qo'ylari videoga chiqmasdan turib, har dollar ham kelib, mana hammasi tanlashyapti. Mana hammasi savdo bo'lyapti shu yerda.
Keyingi partiyamizga men naqd bo'g'ozlardan yirik variantidan haqiqiy zotga ko'paytirib boqadiganman. Agar ko'rinishga e'tibor bermaydi, lekin qo'ylar naqd bo'g'oz shu qoni tozalardi mana. Bunda boshdan ko'rib turibsizlar. Hammaniki tikka ayirudimda, quyruqlari ochiq, muhim agar stakan yo'q, sog'lom qoni tozalardi mana. Yeb ishlarni ko'rib turibsizlar, muammosi yo'q, haqiqiy tozalarida mana. Juda bayda soni 5 dona ekan. 5 dona, ha. 5 dona mana. Kelib ko'raman deysa, lakasan bemalol tashlab beraverasiz. Xotirjam mana kel, joningiz sog' bo'lsin akalar. Xo'p, yoshliklari qanaqa bo'ladi? Nechinchi qoringa? 4 ish qolgan 6 ish. Bir dona 4 ishi bor, qolgani ikkinchi, 3-chi qoringa ekan. Ikkinchi, 3-chi qoringa bo'g'oz qo'ylar mana akalar. Bemalol akalar. Maza qilmaylar, bir 3-4 yil yana bolasini olib, xotirjam yaxshi qo'chqordan qochgan, qo'chqorda ham dori qo'shilgan bularga haqiqatan naqd bilan mana ishqibozlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar mana. Metrlar. Mana akalar bemalol chiqqaniga xotirjam naqlaverasizlar. Mana. Eng kichkinasi mana. O'zi eng kichkinasi mana shunday ko'rinib turibdi mana. Bundan katta o'lchagan. Qo'ylar haqiqiy yaxshi narsalar ekan. Mana toza ishqibozlarga 85 shuni 85 plus minus ekanda, bag'i. Lekin qo'ylarning qoni toza, muhim qo'chqarda ham o'sha liniyasi bor qo'shilgan. O'zimiz ko'rganmiz qo'chqarda mana bemalol. Mana ko'rib tursa qo'ylar haqiqiy yarichkalarda tozalar. Xo'p, shurda aka. Buni ham vaqt ko'p ketdi. Ha, qisqa lo'nda qilib tartas. 5 million 200 ming so'mdan olib borib beramiz. Oxirgi bundan qo'ylar 6 million sotyapti. 5 million 200 ming so'mdan. 5 million 200 ming so'mdan olib borib beramiz. Dastlabkamiz qayergacha bo'ladi? Dastlabkamiz Toshkentgacha. Toshkentgacha. Hamma bo'latlarga bor, lekin kelishilgan holda qilib berasizlar mana akalar. Boshqa 4 ish mana. 4 ish mana. 4 ish akalar, 6 ish. Ikkinchi, 3-chi qoringa mana bo'g'ozlardan. Akalar bemalol kelib ko'ramasalarga lakasan tashab berishadi. Kelib, ko'rib, yoqqanini ham olishaveradi. Bemalol, misol Lakasan 2 ta olaman deysa, misol 3 ta olaman deysa ham olishaveradi. Bemalol akalar olaverasizlar. Yoqqanini tanlabdilar mana yedishsa muammosi yo'q, hammasi tozalarida mana. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, yo'qsa biz keyingi partiyalarimizni olib chiqamiz akalar. Keyingi partiyamizga mana ona bolalar, haqiqiy bolaga sirop narsalar. Ikkizachisi ham bormi bularda? Mana akalar. Mana shu ikkizachchi uni eng oxirida xuddi qora. Ha, qora ikkiza. Mana shu ikkalasi bolasi yonidagi. Bo'lasa sariq, bunisi qora, qo'chqor. Qo'chqor sog'liqmi? Qanaqa? Qaysi biri qo'chqor? Mana ikki bitta qo'ydi bolasi, ikki. Aha. Mana yonida. Qaysi biri qo'chqor? Sarig'imi, qorasimi? Qorasi qo'chqor, sarig'i sog'liq. Sog'liq mana haqiqiy yarichlar. Mana Ustolar shu ikkalasi shu qo'ydi bolasi. mana ustolar shu ikkalasi bolasi ekan mana. Idishini qaranglar. Haqiqiy. Mana zo'r boqa ekan. Oqti bolasi mana. Qaysi mana shu? Mana shu bola. Yonida oqti bolasi. Bunisi yonma-yon turgan bu bolalar, ha. Bu qorani bola, oqti bolasi qashqa. Qashqa mana qora. Qashqa ekan mana akalar. Katta oqti. O'shanda o'pshi 4 ta ona bola, bitta ikkizachisi bor. 4 ta, bitta ikkizachisi bor. Xo'p. Bular nechinchi bolalar shurda endi? Hop. Mononiki birinchi bolasi mana. Qaysi? Ha, mana shu. Mana shu birinchi bolasi mana akalar. Qo'chqarmi sog'lom bolasi? Sog'liq bolasi. Sog'liq ekan mana ko'paysin, haqiqiy. Nariginiki mononiki ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Ha, qashqa ikkinchi bolasi. Mononiki uchinchi bolasi mana shu. Bu uchinchi bolasi mana. Uchinchi qo'zimiz ash qo'zi. Qo'zini haqiqiy zo'r bergan ekan, ha. Qozog'iston qo'shgan. Mana yuzini qaranglar. O'tda ham dahshatida. Sog'liq. Sog'liq. Mana ular bemalol aloqaga chiqasizlar, narxlarini. Bular narxi qanaqa bo'ladi? Hammasini o'pishi bo'ladimi yo addinni bo'ladi? Addinni aytaman. Aha. Qarang. Hop, 7 millionga olib borib beramiz monasini mana. Mana olishadimi mana? Ha. Mana shu bilan 7 million. 7 million. Ha, onasi. Mana ona bolani yakka qilib qilib mana. Mana shu ikkalasi 7 million. Ha, mana shu 7 million. 7 million bitta bo'g'oz qo'ydi, bu narx bo'lyapti. Aha. Mononiki 8 million. 8 million. Ikkalasi mana qora bilan mana oq. Ha. 8 million so'm. Unisi. Mono ikkalasi-chi mana mono. Mana bunisi 9 million. 9 million. Mono bolasi mana. Bolasi ham zo'r ekan mana. Mana. 4 bu. Kepaga. Birinchi bolasi. Ha, birinchi. Bu 9 million. 9 million so'm. Bolasi ham katta bo'lib qolibdi mana. Mana. Kela, mana. Bemalol. Vallahi hemen addinni qilib. Bu ikkizachchi. Ikkizachchi.
ikizakchini nech pulga berasiz? İkizakchini 10 milyon 200 mingga beramiz. 10 million 200 ming mana bolani ham zo'r vaqtda. Haqiqatan ikkita bolani. Asha bolalari. Yaxshi ikkalasi bolasi yonidagi onasi mana. Ikkalar. Mana ikkalar zo'rlaridan tozalari ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, shurdaka bularni hammasida misol hech kimda aytgani bo'lmaydi shurdaka. Telefon qilsa, yoki kelib ko'rsa, chiroyli qilib sunnatiga o'tib berasiz. Mana akalar, haqiqiy mana. Qaysi biri yoqsa akalar, mashinasi deysizlar. Ikizakchi deysizlarmi, mo'nul ikkalasini deysizlarmi? Yoshda, yosh. O, mana tish olmasib turibdi. Haqiqiy. Yoshlar, mana buni bolasi-da. Bu bolasini qarang. Bolani qarang. Bolani toza bergan mana. Haqiqiy ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Maza qilib uzoq yillar bolasini olib ko'paytirib. Ya'ni oq ketib qoldi. Mana hozir bo'g'oz qo'yib olib akalar nima tug'ar ekan, qachon tug'ar ekan deb yurmaysizlar. Mana bolasi yonidan naqd olib tashlab qo'ysizlar. Hademay mashlar ham, mana urg'ochi bo'lsa mana shu urg'ochiliklar zo'r baraka beradi. Bir joyga bitta odam olsin. Aha. Ayni qilib beraman. Chiroyli qilib o'tib berasiz. Hammasi bitta odam olsa, chiroyli qilib beraman. Bo'ldi, gap yo'q akalar. Mana bemalol aloqaga chiqarsizlar. Ona hozir 4 ta ona bor. Akalar keyingi partiyamizga mana to'xli, ona bolani udor yetib kelgan haqiqiy tozalaridan mana ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Mana shu. O'sha bu ona bola bular. Mana ona bola. Mana onasi ham birinchisi. Birinchisi bolasi, bu kamaga bo'g'oz ama bu. Bo'g'oz. Ash qora bolasi garbonoslik. Garbonoslik. Quyruqlari ochib qaranglar. O'tda ham shu idealidan so'rab turadingizmi? Tozasidan mana, qoni tozasidan mana. Ishqibozlar biz aloqaga chiqarasizlar mana. O'tda ham boshqachasidan ekan. Toza mo'g'a, kashtanda haqiqiy. Onasini ham yuzi toza. Oldi korpuslarni qaranglar, to'shlar, haqiqiy. Qo'chqarda ham yo'q, inchimcha ko'ch. Birinchi bolasi bu, ham bu bo'g'oz. Ham bo'g'oz bu. Qo'chqar udaridan qo'chqar bu haqiqiy. Yomonni qo'shilgan ekan. Yuzi ham tinig'idan shu simjin bo'ladigan variantidan haqiqiy tozasidan ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar. Mana haqiqiy ideal darajada dumbovoshlar ham haqiqiy o'tda ham kelishgan. Haqiqiy bo'lakchasidan ekan mana. Bular ham bor ekan mana. Haqiqiy bu ikkilasi to'xli. Bitta qo'chqor ham bor ekan. Ha, zotga qo'shqor. Zotga bitta qo'chqor, mana ikkita to'xli variantidan. Mana o'tda ham dahshatli mana. To'shlarni qarang. Haqiqiy ideal darajada. Qo'chqorni qarang. O'tda bo'lakchasi mana. Quloq tashlashlari qarang. Haqiqiy yuzi tinig'idan. Mana zotga ishqiboz mana to'shlarni qarang. Haqiqiy ideal darajada muammosi yo'q. Bu ikkalasi to'xli variantidan mana. Vali qo'zi bular mana. Qo'zi haqiqiy udoridan mana. Ishqibozlar biz aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, shu yerda buni bir boshdan endi narxini bu qo'chqorni necha pulga berasiz? Bu hammasi birta narx bo'ladimi? Yo'q, qo'chqor qanchani bo'ladi? Aha. Qo'chqor necha pulga berasiz? Qo'chqor 8 millionga beraman. 8 million so'm. Telefon qilsa sayriga o'tib ham berasiz, chiroyli qilib. Telefon qilishsin. Aha, Bitta qo'chqor lekin zotga boshqa. Zotga baxsh bo'ladi mana akalar. Tozasidan mana garbonos quloq tashlash, hamma yo'q muammosi yo'q. Fitnosi yo'q qo'chqorda gap dindorlasi. Mana zot ishqibozlari baqirasizlar mana. Tush, isto'kilari qarang turishini. Hop bu to'xlilarchi ekalasi. Bularni 6 milliondan beramiz. 6 million so'mdan mana akalar. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. O'tda ham dumbarazdan ko'rsatib qo'ylar, dumbalarni haqiqiy mana. Ular dumba boshlari qaranglar. O'tda ham cho'tki, fitnosi yo'q qo'zlardi. Haqiqiy zot ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqaradi. Hammasi bitta odam olsa, hammasidan o'tib beraman. Mana misol uchun mana o'zi bir komplekt ekan. Mana shuni olgan odam yutadi. Nimaki, ikkita urg'ochi, bitta qo'chqor mana. Qarang. O'tda ham ideal darajada. Haqiqiy muammosi yo'q ekan mana. Tozasidan. Hammasini chiroyli qilib bitta obunachiimiz olsa, chiroyli qilib narxini yo'lida qilib berasiz. Bu shudagi buni narxi necha pul ona bolani? Ona bolani oxirgi narxini aytaman. 12 million 700 ming so'mga olib beramiz. Dastlabki qayergacha bo'ladi? Toshkentgacha. Toshkentgacha. Hamma yoqqa bor. Bizni ko'p kuzatuvchilar vohadan bo'lyapti. Voha ham yetkazib berasiz. Onasi 100% bo'g'oz. 100% bo'g'oz. Birinchi bolasi mana. Birinchi bolasi. Ko'ryapsiz. Tushlar mana hamma yo'g'i mana. Bemalol. Mana bemalol aloqa chiqarasizlar mana. Fitnosi yo'q qo'ydi. Haqiqiy. Ishqibozchilikka boqadigan hali qo'ydan olsalaring baraka topadigan narsa. Zotga olib qo'yinglar. Mana ishqibozlar bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mana hammasidan turibdi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Zo'rlaridan.
qolgan ma'lumotlarni akalar o'zlaridan so'rab, surishtirib olasizlar. Telefon qilsalaring berishadi ma'lumotini. Yo'qsa biz keyingi partiyalarimizga o'tamiz. Keyingi partiyamizga mana haqiqiy arashant liniyasi bor. Tozasi yetib kelgan mana. Quloqni qaranglar. 22 quloq. Haqiqiy zot ishqibozlarga tavsiya qilamiz. Mana o'ta ham dahshat edi. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. O'ta ham dahshatidan. Limbrazizlarim o'ta ideal darajada. Bunda muammosi yo'q. Haqiqiy tozasidan mana. Bemalol zo'r, haqiqiy dahshatidan. Tikka dumba, qulog'im 22. Sho'rtaga bu narxi nechi pul? Buni ustamjon buni 9,5 millionga olib borib beramiz, oxirgi narx. 9,5 million so'm. Yosh oylikdan so'ramabmiz, yosh oyliklar 6 oylik. Yeb ichishda muammosi yo'q-a? Muammosi yo'q, qulog'i ham 22. Mana akalar gavdasi 6 oylik qo'zini gavdasini qaranglar. Ham uzun ham oyoqlari ham baquvvat. O'tda ham sutga to'yib emgan, quloq tashashlar hamma yo'q. Ideal darajada. Fitness yo'q qo'ydi. Haqiqiy ideal darajada. Zotga mana olib tashab qo'ying. Maza qilib boqasiz. O'zlaridan zot chiqarib olasizlar. Mana. Haqiqiy tozasidan. Xo'p, shu yerga o'ta bayta buqasi turibdi-ya, o'ta ham bo'lakchasi. O'ta ham mana qaranglar. Bitta odam eplanmayapti. Haqiqiy mana. O'ta cho'tka ekan. Zotga ishqibozlarga beramiz, qo'yib qo'shgan. Haqiqiy tozasidan mana. Oxir partiya saqlab qo'ygan ekansizlar. Qo'chqorlarni udorini, ha? Mana. Yurishini qarang buni. Tushladi qarang, u tushdi. O'tda ham buqasidan mana. Haqiqiy u tushdi qarang, o'tda qo'l yetmayapti bu qaranglar. Tushdi, haqiqiy. Yoshi ham men qizim aytib, 2 tish bu qarang. Yoshini ham birga kiritib qo'ylar, bu o'tda. Ko'ylakchasiga kerak, yurishlarni qarang. Uni otqa bit haqiqiy tozasidan. Razrezdan o'ta tikka ekan. Mana yoshi 2 tishga endi chiqibdi. Haqiqiy tozasidan. Oyoq kasali hamma yo'g'i mana kelar metr hijolat oldida. Metr hijolat olib qoladi. Hali ketadi bu qo'y. Dumbarazizlar hamma yo'q ideal darajada. Nuqsoni yo'q qo'ydi. Haqiqiy tikka dumbarazizlar. Toshlarga narxi nechi pul buni? Bu eng oxirgi narx 15 million. 15 million so'm ketaveradi. 15 million so'mga olib borib beramiz. Mana akalar bemalol Telefon qo'shaveradi. maza qilib, ishqibozlar bilan aloqaga chiqasizlar. Endi ham udora turibdi. O'shani kelajagi. Xo'p akalar, videolarimizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turing insonlardan, uyida, mahna qo'ylardan 100 talab, 200 talab baqish siz bizga nasib qilsin akalar.